Adaş, lekin menden ağam pulunu bir heptigilam qaytırıp berim dep ağan. Elime 6 ay oldu, bir vassan olupdi. Nime? Yine 6 ay? Ki adaş bu nimdigine sen bir heptigi berim dep almağan mı? Vey? Vey! Telefonu koyup itip bat diyemem o. Kim o? Elik Adile mi? He şu, yine 6 ay saklap doğunda diyemem o. Da telefonu koyup itip battı. Tutturam ben bir telefon qaytırıp yana. Aldı xotin, tutturan ne? Ayni vaqtida pul biriktirmayli xotin desem o'zingning ko'nglinmidi xotin. Hozir telefonni qo'yayotgan qalani qaytlab o'zingni olmaydi. Yana qaytlab o'zingni aqchan xiymingdan hudud tusilni. Buni qo'saq ko'pik tatulsa bekadim beka. Ondan telefon umangni qachon bagis kelgan shu chaqda ben sunam. Acep bir qiliq vacım ba'zi adamlarninki. Pulni qayerga olib kelgan acep qaytmay turib olakina? Bo'ldi chechilib ketmagin xotin. Endi amal yo'q normali. Kevsar limonni bir ichib ola, kayfiyating o'xshab turibdi. Elik 21 daqiqa limon qo'shilgan, qo'rqoqning eng yomon dushmani degan limon shu Kevsar limon. Alsang shu Kevsar markasidan alsang eng o'chi chiqadi xotin. Endi bu gapni so'rab qolding qala. Mandaqdigina. Ayni vaqtda men sana bekor demagan pul berib turmaydi. Mandaq ekandigina. Nurg'un odamlar shu pulni qazib bo'lganning yoqi, mush qaz og'a vaqt qancha uzurgancha shu sen qazib turgan pulni buni o'zimning puli deb manda o'ylab qolibdi. An keyin sen u pulni qaytarishni talab qilsang, xuddi ular sana o'zining yendiki o'zining pulini beraqandikidek ishna qon og'rib ketadi, ichsilib ketadigan. Xuddi o'zining bir parcha go'shtini kesib beraqandikidek ishna hissiyat to'lab qolayotgan. Shuni bular xuddi o'zimning yendiki pulni berib olsam qanday bo'ladi degandek o'y xayol bilan shuni bular endi pul bo'lsa bu pulni beray demay bögen beray, et beray, ögün beray, indin beray deb keyniga surib, amal varmış pulni qaytarmaslikqa qaz bergücünü unutildirib o'tishga tirishgan. Hatto bakra qilillar ya, pulni elvilibla telefon qilsang og'ilmaydi, uchur qilsang qaytarmaydi. Hatto yo'lda uchrab qolsang ma, seni tunimigan bilan o'tib ketishdan yanmaydi. Pul qazaga vaqtida bizdan xijil olmay so'ragan bilan biz pul berib turmaslikdan xijil bo'lib ketamiz. Am vaqti kelganda biz yana shu pulni suylashdan xijil bo'lgan bilan ular qaytirib bermaslikdan xijil olmaydi. Cho'ngni deb qo'ygan, shu pul qarz berishdan shu odamning axloq fazilatini ko'rib olg'ili bo'lsa, qarz olgan pulni qaytirishdan shu odamning qalbini ko'rib olg'ili bo'ladi deb. Lekin hozirgi jamiyatda bir odam pul so'rasa, uningga qarz berib turgan bo'lsa, biz bir umr ko'ngil og'riq deb qolgan bo'lsak, shu odam pul so'raganda biz pul yo'q deya berib turmaymi degan bo'lsak, bir qatimlik ko'ngil og'riq deyotganmiz, shuning bilan bu xafachilikdan qutulib ketganmiz. Shuni sana nasihatim xotin. Bundan keyin yana ilqidagi esdashlik qilib, ish chog'irib deb ko'rganlik odamga unda pul bersang bo'lmaydi. Amal va hech qanday odamga qarz bermasang, kallang texmi xotirjam turib xotin. Sizning gapingiz jo'g'anda ota-onamiz pul so'rasa, ota-onamizga pul berib turmamiz a? Xotin, ota-onamizga pul berib turmaymiz, balki ota-onamizga pul beramiz xotin. Makallangda aydan olib ketsin. Arastordaşlar, sizlarni boshqalarga pul verib turib ololmayotgan bo'lsanglar, mush filmga haqsiz yurakdan bir tal berib o'tib, inkas rayoniga xo belgisini yoki to'g'ri dedingiz degan inkas yo'llab qo'ysangiz, balki mush film shu 100 qilin odamdan oldiga uchrab qolishi mumkin.